go'zalim. Ovqat yedingizmi? Sovuqmasmi? Ha, yedim ovqat. Issiq yeb olganman. Ozgina gaplashaylik. Gapiring qizim. Dada, Hop, kelishda necha kun qoldi? kelishimgami 30 kun qoldi. U ko'pmi, kammi? Sizni kutgan yillaringiz oldida bu ozgina. Hop, Dada, go'zalim gapiring. ketmasa endi yonimda qolasa? Har kun yoningizda bo'laman. Har kun bog'chalarga tashlab kelaman. Keyin yana oldingizda baxtli bo'lib yashaymiz, xo'p qizim? Dada, Hop, sizlardagi knopkali telefon ishlatasizlar-a? ha, biz knopkali jinnicha telefon ishlatamiz-da. Kishsamas telefonni ishlatasizmi? Ha, shuni ishlataman-da. Men kelishda pul topib, sizga telefon olib qo'yaman. Neden? Siz qanot pul to'playsiz, kichkinasiz-ku. Men sesini ishlayman. Dada, Yomon. shuni dadamku, Hop. men sesini pul topaman. Yo'q, unaqa emas, siz kichkina qizsiz-ku. Hop, manga sizni kutganingiz sovg'a bo'ptimi? Men sizni har kun ovozlaringizni eshitishim sovg'a, tushundingizmi? Hop. Men sizni uzoq xohlasa chiqsam, oldinga olib yurib, mazza qilib yuramiz, bo'ptimi? Hidlaringizni hidlasam, menga o'sha sovg'a, bo'ptimi? Hop, Siz unaqa gaplarni gapirmang, hop. hop, Aqlli qizsiz-ku, go'zalim. hop.